Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yoqqa borib ishlaydi. Buni 63 metrli issiqxonamizni ham salafanini yopib oldik. Salafanlarimiz 130 mikroli salafan. Issiqxonamiz eniga 7 metrdan. Arkalarimiz oralig'i 130 danga, ikkita yoni havo almashadigan bo'lgan. Yuqorisi ham luk bo'ladi, xudo xolasa. Ana yerlarni tayyorlab bo'ldi, mana bitta yerimiz tayyor bo'lib qoldi mana. Ko'chat ekishga tayyorlanyapti, yerlarni tekkizlar.